Ota qiziga mol tezagini yedirdi. 36 yoshli ota 9 yoshli qizini jazolash maqsadida unga tezak olib kelishni buyurdi hamda og'ziga majburlab hayvon tezagini soldi. Qayd etilishicha, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan noxush holat Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanida sodir bo'lgan. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan ota qiziga nisbatan tazyiq o'tkazganligi holati o'rganilgan. Joriy yilning 25-iyul kuni Qumqo'rg'on tumani Xo'jaqishloq mahallasi hududida yashovchi ayol huquq tartibot organiga ariza bilan murojaat qilib, 1993-yilda tug'ilgan turmush o'rtog'i tomonidan voyaga yetmagan qizini qiynaganligi ma'lum qilingan. Aniqlanishicha, ota o'z qizini qiynab, unga nisbatan nomaqbul harakatlar sodir etayotgani tasviri 2025-yil 30-dekabr kuni olingan bo'lib, keyinchalik ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 110-moddasi qiynash 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi 36 yoshli fuqaro protsessual tartibda ushlangan. Ayni vaqtda tergov harakatlari davom etmoqda.